Bu videodan keyin menga ancha-muncha hate kelishini bilgan holda mana shu videoni olishga qaror qildim. Balki gapim ba'zi bir insonlarga yetib boradi. Nimaga kuyov ishlab topgan pulini o'zini ota-onasiga berish kerak, a kelin esa ishlab topgan pulini qaynonasiga berish kerak? Nimaga kuyov o'zini ota-onasiga sovg'alar bersa, u yaxshi o'g'ilda, lekin kelin o'zini ota-onasiga narsa olib berish uchun birinchi qaynona buvasidan, qaynona dodasidan, qaynonasidan, qaynonasining eridan, qaynonasining o'g'lidan so'rash kerak? Va nimaga kelin o'zini ota-onasiga narsa sovg'a qilsa, u ro'zg'orini buzayotgan bo'ladi? Nimaga kelin qaynonasini oyijon demasdan oyi deb chaqirib borsa, уже bunga normada, lekin kuyov o'zini qaynona va qaynotasini даже oyi ada deb chaqirmasdan, ularni umuman chaqirib murojaat qilmasligi bu absolyutno norma. Nimaga kelin qaynona qaynotasini xizmatini beminnat qiladi, ularga har doim yaxshi gapiradi, har doim ular bilan yaxshi muomalada bo'ladi-yu, lekin kuyov qaynona qaynotasini uyiga xotinini olib borib qo'yayotganda, даже ichkariga kirib 5 minut choy ichmaydi ular bilan. Nimaga kelin qaynonasi kasal bo'lib qolganda uni atrofida girdi kapalak bo'lib unga qaraydi-yu, lekin o'zini onasi kasal bo'lib qolganda, onasinikiga borish uchun ruxsat so'raganda, "Yo, uyda juda ham ish ko'p" degan gapni eshitadi. Qaynona qaynotasini xizmatini qilish yoki ularni hurmat qilish hech qaysi qizga qiyin emas. Prosta qizlarning ham xohlaydigan narsasi ularni ham ota-onasiga nisbatan xuddi shunaqa muomala olish. Qizlar haqida ko'proq kontentlar xohlasanglar, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.